Leksimizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh bugun. Chesaga 2020 yil 1-oyning 15-kuni. Haftaga chorshanba. Andiki mavzumunda Tibet Avtonom Rayon Hökuməti Milletler İttifaqlığı nizamnaməsi e'lon qildi. Amerika Davlat Meclis a'zolari kishilik huquq ochiq oshkora xiloflik qilganlik deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 1-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Senator Marco Rubio haftaning 2-kuni, ya'ni 1-oyning 14-kuni Jungoning Tibetda kishilik huquqi oshkora xiloflik qilganligini tanqid qildi. Tibet Avtonom Rayon 11-navbatlik xalq vakillar qurultayi 3-qatimliq umumiy yig'ini Tibet Avtonom Rayoni Milletler İttifaqlığı aktivlari o'lgulik rayoni bo'lish nizomnomasini ma'qulladi. Bu nizomnoma 2020 yili 5-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Buna o'xshashli Tibetda Milletler İttifaqlığı ishlari bo'yicha o'tirg'i chiqarilgan tunji nizomnoma bo'lib hisoblanadi. Bu nizomnomada Tibet Jungoning ayrilmas bir qismi deyilgan. Tibetni bütün mamlakati Milletler İttifaqlığı o'lgulik rayoni qilib qurib chiqamiz deyilgan. Bu nizomnomada har yili 9-oy Milletler İttifaqlığı tashviqot faoliyati qilib bekitildi. Tibetda Milletler İttifaqlığı aktivlari tashviqot tarbiya elib boradi deyildi. Sotsializmni rivojlantirish sekretar Xi Jinpingning chegarani boshqarish Tibetni muqimlashtirish bayonini amaliyalashtirdi deyildi. Senator Rubio haftaning 2-kuni katalog xabarlariga mundaq ko'rsatdi. Tibet Avtonom Rayonining bu nizomnomani ma'qullashidan ajablanishga bo'lmaydi. O mundaq dedi: "Bugun Kompartiya Jungo Kompartiyasi Tibet madaniyatini yo'qotishga uriniyotir. Amerika va erkinlikni suydigan davlatlar bunday oshkor kishilik huquq xiloflik qilishni ayblashi kerak." Washington Hodison tadqiqot o'rni diniy e'tiqod erkinligi markazining mudiri Nina She yo'llanmasida Amerika ovoziga mundaq dedi: "Bu türlük, yani şunun o'xshash shakllik Milletler İttifaqlığı nizomnomasi bo'yicha yana bir qatam irq tozalash harakati qo'zg'ishi mumkin." Jungo Kompartiyasi Tibetning o'ziga xos madaniyat an'anasini rahmsizlik bilan bo'g'ib tashlanadi dedi. Mushu markazdan tadqiqotchisi Paul Marshall Amerika ovoziga mundaq dedi: "Bu nizomnoma Tibetda madaniyatni va e'tiqodni bostirishga urinishdir" dedi. Jungo hukumati Tibetda bostirish siyosati qo'llanib keldi. 1959-yildan boshlab Tibetlarning kachish to'lqini ko'tarildi. Dalai Lama sargardan bo'lib Hindistonga yetib keldi. Erkinlik Sarayı'nın doklatiga asoslanganda Tibetda siyosiy huquq va fuqarolarning erkinligi Suriya fuqarolarining huquqidanmi tuvan bo'ldi. Navbatda kuzatuvchi kishilik huquq tashkiloti 2020 yillik doklatida mundaq ko'rsatdi: Tibet rayonida Jungo Kompartiyasi diniy e'tiqod so'z ibora erkinligini chekladi. 2019-yil 5-oydan 2019-yil 7-oygacha Sichuan Laoronda 5 butxonani 10 mingdan ortiq rohibni qo'llab chiqardi. Butxonalarni chaqib tashladi. Ularning uylarini chaqib o'tdi. Ularni qayta tarbiyalashga majburladi. Demek siz bu cümleden görüp alırsınız ki vatandaş, hazır Şinjan'da müstemlik Uyguristan'da yol koyuvatkan ceza lageri Tibet'te başlandı dediğin gibi. Butxanalar çekildi, Tibetlerin öyleri çekildi, ulanı nege gitti, kayta terbiyeleş, lageri gelip gitti. Nina yanımında görsetti, Tibetlerin dikkati tartip elinde. Tibetlerin hukuku tartip elinde.
zor ko'lamda nazarband qilindi. Menisini yuyish, jismoniy azoblash bilan birga diniy e'tiqodidan voz kechishga zo'rlandi. Hozir Tibetdan elib berib Şinjan'da yo'l qo'yayotgan siyosat emas o. Esa hozir yani Şinjan'dan elib kelib Tibetda yo'l qo'yishga boshladi. Voz kechishga zo'rlandi. Biz shuni faraz qila olamizki, Tibetlarmi Şinjan'da yana mustamlik Uyg'uristonda duch kelgan qattiq bostirishga duch keladi. Demak bu bugun Tibetda boshlandi. Bugun Uyg'urda boshlandi. Bugün Tibet'te başlandı. Bundaq Milletler İttifaqı ölgülerine bağlı Şinjan'da bir neçə yıllar ilgili oturuq qoyulduğu biz öğrenimçilik vaxtımızda yol qoyulduk mesela her yılı 5. ay Milletler İttifaqı. Ahir o akıbet gelip çıktık hem bastırışların şekli nazarband qilish, jazalar qilib qo'yish. Endi umumiylik bastırış 2016 yıldan başlap yol qo'yildi. Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda umumiylik jazalar bilan bastırış 2016 yıldan başlap başlandı. Endi hozir bu nima deydi? Tibet'te başlandı. Endi Tibet'te başlandı. Demek Uyg'uriston degan tuzatmay turib, endi Tibet'te başlandı. Tibet bilan Uyg'uristonga, Şinjan'ga qanday muomala qilmoqchi Xitoy? Biz hozir endi nima deymiz? Mesela Xitoy o'tirib qo'yayotgan Şinjan'da o'tirib qo'yayotgan Milletler İttifaqı meselesi, Tibet'te o'tirib qo'yayotgan Milletler İttifaqı meselesi bu to'g'rida biz qisqacha vatandoshlarga muhokama topshiramiz.